Assalomu alaykum. Efirda Bor Gap Podcast YouTube kanali. Bu olamdagi eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Fransiya va Paragvay o'rtasidagi uchrashuvni boshqargan o'zbekistonlik hakam Ilgiz Santashev o'yindan so'ng keskin tanqidlarga uchradi. Chempionat Aziya hakamlar eksperti va Alyoref Telegram kanali muallifi Ilya Oblomov uchrashuvni tahlil qilib, Santashev o'yinni boshqarishda noto'g'ri yondashuv tanlaganini ta'kidladi. Uning fikricha, hakam yelka-melka kurashlarda kam hushtak chalgan. Natijada Paragvay futbolchilari haddan ortiq erkin harakat qilgan va ko'plab qo'polliklarga yo'l qo'ygan. Ayrim vaziyatlarda darvozabonning to'pni o'yinga kiritishga xalaqit berilgan bo'lsa ham, qoidabuzarlik qayd etilmagan. Oblomov uchrashuv davomida Paragvayning kamida 3 nafar futbolchisi qizil kartochka olishi kerak bo'lganligini aytdi. Xususan, Matias Galarsaning Kylian Mbappe ko'kragiga bergan zarbasi uchun hech bo'lmaganda sariq kartochka ko'rsatilishi lozim edi. Uning fikricha, hakam o'sha paytdan boshlab qat'iyroq qarorlar chiqarganda uchrashuv nazorat ostida qolgan bo'lardi. Ekspert bahsning eng muhim epizodi sifatida jarima maydonchasida Desire Douéga nisbatan ishlatilgan qo'pollikni ko'rsatdi. Bu vaziyatda VAR aralashuvi orqali penalti belgilandi va Kylian Mbappe gol urdi. Oblomovning aytishicha, bu yaqqol qoidabuzarlik bo'lgan. Biroq Santashev shunga o'xshash vaziyatlarning ko'pini e'tiborsiz qoldirgan. U yakunda bu o'zbekistonlik referining omadsiz kuni bo'lganini, o'yinga noto'g'ri taktik yondashganligi sabab nazoratni yo'qotganini va odatda bunday uchrashuvlardan keyin hakamlar keyingi bahslarga tayinlanmasligini bildirdi. Tanqidlar faqat ekspertlar fikri bilan cheklanib qolmadi. Nufuzli Archivo VAR portali ham Ilgiz Santashevning hakamligini keskin baholadi. Portal unga 10 ball tizimda atiga 1 ball berdi va bu boshqaruvni 2026-yilgi Jahon chempionatidagi eng yomon hakamliklardan biri deb atadi. Archivo VAR tahliliga ko'ra, uchrashuv davomida yuzaga kelgan keskin vaziyatlarda hakam o'yinni nazorat qila olmagan va qabul qilingan qarorlar bahsning umumiy boshqaruviga salbiy ta'sir ko'rsatgan. O'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov faoliyatini Turkiyaning Istanbul Başakşehir klubida davom ettiradigan bo'ldi. O'tgan mavsum ijara asosida istanbulliklar safida Romadan jalb qilingan Eldor Shomurodov bo'yicha shartnoma ko'zda tutilgan majburiy sotib olish bandini amalga oshirdi. Shu tariqa hamyurtimiz Başakşehirning to'laqonli a'zosiga aylandi. Shuningdek, Istanbul Başakşehir O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori bilan 2 yillik shartnoma imzoladi. Klub Eldor Shomurodovga to'q va sariq binafsha rangli libosda yanada katta muvaffaqiyatlar tilaydi hamda ushbu hamkorlik ham jamoa, ham futbolchi uchun samarali bo'lishiga umid bildiradi, deyiladi Başakşehir matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Tojikistonlik murabbiy Vitaliy Levchenko O'zbekiston terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o'yin haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Kongoga qarshi bahsda g'alabani saqlab qolish mumkinmidi? Buning uchun nima qilish kerak edi? Ikkinchi bo'limda jamoaga nima bo'ldi? G'alabali hisobni saqlab qolish mumkin edi. Buning uchun jamoa biroz orqaroqqa chekinishi, yuqori pressingdan voz kechishi va o'yin sur'atini yaxshiroq nazorat qilish lozim edi. Bunday vaziyatlarda sur'atni pasaytirish va zarurat tug'ilganda taktik qoidabuzarliklar qilishni ham bilish kerak. Ikkinchi bo'limda jamoa ham jismoniy ham ruhiy jihatdan pasayib ketdi. Shu bilan birga murabbiylar shtabi maydondagi vaziyatga o'z vaqtida munosabat bildira olmadi. Amalga oshirilgan almashtirishlar o'yin sxemasini mustahkamlamadi va jamoaga uchrashuv nazoratini qaytarishga yordam bermadi. Bu esa jamoada amalda muqobil reja, bir reja mavjud bo'lmaganligini ko'rsatadi, dedi Levchenko. Eslatib o'tamiz, Jahon chempionati 2026 guruh bosqichining 3-turida O'zbekiston terma jamoasi Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bahsda 1-0 hisobida oldinda borayotganiga qaramay, yakunda 1-3 hisobida mag'lub bo'lgan edi. Kongoliklar guruhda 3-o'rinni egallab, play-offga chiqqan va 1-16 finalda Angliyaga 1-2 hisobda imkoniyat boy bergan. Transferlar mavzusini davom ettiramiz. Iqtidorli o'zbekistonlik futbolchi Behruz Karimov uchun kurash tobora qizmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Angliyaning West Ham va Wolverhampton klublari futbolchiga qiziqish bildirmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, yana bir o'zbekistonlik futbolchining dunyoning eng kuchli ligalaridan birida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Cabo Verde terma jamoasi darvozaboni Jozemer Vazinha Jahon chempionatidan keyin nafaqat o'yinlari, balki ijtimoiy tarmoqlardagi rekordlari va Lionel Messi bilan bo'lgan uchrashuv sabab ham futbol olamining diqqat markazida bo'lib turibdi. Vazinha ijtimoiy tarmoqlarda 25,2 milliondan ortiq obunachiga ega bo'lib, darvozabonlar orasida tarixiy rekord o'rnatdi. Shu tariqa u Real va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Iker Casillas'ni ortda qoldirdi. Casillas'ning sahifasini 20,5 million kishi kuzatadi. Hozir faoliyatini davom ettirayotgan darvozabonlar orasida esa unga eng yaqin ta'qibchi Real posboni Thibaut Courtois bo'lib, uning 18 million obunachisi bor. Vazinha Jahon chempionati 2026 guruh bosqichida Ispaniyaga qarshi bahsda 7 ta seyf amalga oshirib, Cabo Verdening 0-0 hisobidagi durangga katta hissa qo'shdi. Aynan uning ishonchli o'yini evaziga jamoa guruhdan chiqishga erishdi. 1-16 finalda Cabo Verde Argentina bilan kuch sinashdi.
Jamoa qo'shimcha bo'limlargacha qarshilik ko'rsatgan bo'lsa ham yakunda mag'lub bo'ldi. Biroq uchrashuvdan keyingi natijadan ko'ra Lionel Messining sportchilik fazilatlari ko'proq muhokama qilindi. Vozinyaning so'zlariga ko'ra, o'yindan keyin u Messini oldiga borgan, ammo hali gap boshlashga ulgurmasdan oldin argentinalik yulduz uni bag'riga bosib, "Barakalla, sen ajoyib darvozabonsan. Yaqinlaring sen bilan faxrlansa kerak" degan. Shundan so'ng Vozinya Messiga minnatdorchilik bildirib, undan futbolkasini so'ragan. Messi tabassum bilan bunga rozi bo'lgan. Cabo Verde darvozaboni bu lahzani umrining oxirigacha unutmasligini aytgan. Messining turnirdagi o'yini ham yuqori baholandi. The Athletic nashri jahon chempionati 1/16 final bosqichidan keyingi eng yaxshi futbolchilar reytingini e'lon qildi. Ro'yxatda birinchi o'rinni Lionel Messi egalladi. Uning hisobida turnir davomida 7 ta gol bor. Kuchli o'nlikda Kylian Mbappe, Michael Olise, Harry Kane, Ashraf Hakimi, Vinicius Junior, Erling Haaland, Usman Dembele, Ismoil Saybari va Bruno Gimaresh ham joy oldi. Qiziq tomoni shundaki, Messi alohida maqtagan Vozinha ham ushbu reytingda o'rin oldi. The Athletic uni turnirning eng yaxshi futbolchilari ro'yxatida 49-o'ringa joylashtirdi. Jahon chempionatining 1/16 finalida Meksika Ekvadorni 2-0 hisobida mag'lub etgach, Mexiko shahrida minglab muxlislar g'alabani nishonlash uchun ko'chalarga chiqdi. Biroq bayram ayanchli yakun topdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, olomonning haddan tashqari zichligi oqibatida 4 nafar muxlis halok bo'ldi. Ularning 3 nafari olomon siqilish sabab bo'g'ilib vafot etgan bo'lsa, yana bir kishi shifoxonada yurak qon tomiri bilan bog'liq asoratlar tufayli hayotdan ko'z yumgan. Mazkur fojiadan so'ng Mexiko shahri hukumati Meksika Angliya uchrashuvi oldidan xavfsizlik choralarini keskin kuchaytirdi. Futbol bayram bo'lishi kerak. Afsuski, ba'zan bunday fojialar sportdagi quvonchni katta qayg'uga aylantirib yuboradi. Marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. O'zbekiston terma jamoasi va Istanbul Beshashahir klubi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev oilali bo'ldi. Biz Abbosbekni ushbu unutilmas kun bilan samimiy tabriklaymiz. Yosh oilaga baxt-saodat, totuvlik va uzoq umr tilaymiz. Maydondagi muvaffaqiyatlar oilaviy hayotida ham davom etishini tilab qolamiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.